Va nihoyat yangi Damas ham sotuvga chiqarildi. UzAuto Motors 2 yangi tijorat avtomobili Chevrolet Damas Max yuk tashish uchun mo'ljallangan va yo'lovchi tashish uchun Chevrolet Damas Move ni bozorga chiqarayotganini ma'lum qildi. Damas Move 7 nafar yo'lovchiga mo'ljallangan bo'lib, Max Taltni esa 650 kg-gacha yuk ko'tara oladi va 3 metr kubdan ortiq foydali hajmli yuk xonasi bor. Bozorda tavsiya etiladigan chakana narxlari esa yuk tashuvchisiniki 134 million 439 ming so'mdan boshlansa, odam tashishga mo'ljallangan varianti 139 million 675 ming so'mdan 154 million 128 ming so'mgacha etib belgilangan. Eng qizig'i Damasning avvalgi versiyasi ham ishlab chiqarilishi davom ettirilayotgan va dilerlik markazlarida sotuvda bo'ladi. O'zingizga qulayini xarid qilaverasiz. Xo'sh, sizga yangi Damas yoqdimi yoki yo'q? Izohlarda fikrlaringizni yozing. Yine toza chiqqan Damas do'stlar jahon bozorida 4 tena sotiladi ekan. Baho hali qo'yilmagan. Bu orqasi kon endi ilik xila ekan. Bu variantida yerda chiqqan xila ekan. Turganlarimizda yerda shunday joylashgan. Bunda oq xilasi, moloshnisi bor ekan. Turganlarimiz. Diski ki bahosi yerda baho qo'yilmagan o'xshaydi. Burasida Chevrolet ki mexanik o'xshaydi. Mexanik. Bu ham mexanikmi? Bu ham mexanik ekan. Avtomatdan bo'layaptilar. 7 odamlar qiyna. 7 odamlar ko'rdim. 7 odam. Yorqangi yo'linishi.